hammaga telefon keldi, sizlar yettinglar Amerikaga ketasizlar deb, keyin qo'rquv tushdi menga. Ingliz tilim zo'r bo'lmagan. G'irt uy qizi bo'lganman. Kattaroq urovingda lider bo'lmaganman, lekin mendan ham aqlliroq odamlar bor. Voy dada, bunaqalarga faqat pul bilan o'tiladi. Lexga kelganda tushunmayotganman, men hech kim emas. O'sha narsa meni butunlay o'zgartirib yubordi, chunki men Shuma Amerika deganman. Assalomu alaykum hammaga. Men Surayo G'ayratovna, ko'plab xalqaro grantlar sohibasiman. Bizda Invaluable Community bor, qaysiki u yerda 8, 9, 10, 11 va bakalavridagilarga grantlar yutish, universitetlarga kirish, flex haqida ko'plab grantlarni o'rgatamiz, yutishi boshidan oxirigacha. Agar siz ham grantlar yutishga qiziqsangiz, bemalol Invaluable Hub communitysiga qo'shilishingiz mumkin yoki 1 soatlik onlayn konsultatsiyani olishingiz mumkin. Kerakli ma'lumotlarni videoni ostida joylab qo'yaman. Hammaga rahmat, ko'rishguncha. Assalomu alaykum guys, hope you are doing great. Invaluable podcasti 1-soniga xush kelibsizlar. Biza 1-sonni eksklyuziv qilish uchun ajoyib bir kompaniyani taklif qilganmiz. Sivara va Zarina. Bular o'zini tanishtiradi, lekin undan oldin aytib o'tishim kerak. Invaluable podcastda biza bundan keyin ko'proq yoshlarni chaqiramiz, o'zini sohasida full bo'lgan, zo'r yutuqlarga erishgan va ular sizlarga yordam beradi suhbatimiz orqali, podcastimiz orqali. Umid qilaman, bugungi podkast ham eng zo'ri va unutilmas va juda ham foydali bo'ladi sizlar uchun. Thank you. Sivara, o'zingni tanishtirsang auditoriyaga. Assalomu alaykum, men ismim Sevara. Webster universitetini tugatib, double degree oldim media kommunikatsiya sohasida va xalqaro siyosatda. Hozirda men xalqaro tashkilotlarda ishlayman. Asosan proyekt boshqaruvi va media sohasida. Men ham Suroyodaqa flex finalisti bo'lganman va Amerikaga work and travelda chiqib kelganman, boshqa davlatlarda ish bo'yicha chiqqanman va hozir kuni umuman olsak xalqaro tajriba, xalqaro sohasida ish yuboryapman. O'zbek tilingiz juda ham go'zal. Hozir aynan ishlayotgan joyingni aytib keta olasanmi? Qaysi joyda ishlayapsan? Chunki ikkita joyda ishlayapti, adashmasam. Ikkita xalqaro kompaniyada ishlayapti. Bitta. Ishlaganim hozir. Agar aytib ketsam, men xalqaro kompaniyalar ishlaganimda bu birinchisi UNOPS BMT tashkiloti bo'lgan, undan keyin OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe va hozir men Jahon bankini xalqaro moliyaviy korporatsiyasida ishlayman. Rahmat kattakon. Shunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan Jahon bankida. Zarina, o'zingni tanishtirsang? Assalomu alaykum hammaga. Men Zarina Bonota Mirzayeva. Xuddi Sevaradek Webster universitetini xalqaro aloqalar yo'nalishini tamomladim o'tgan yili va undan keyin o'zimni soham bo'yicha hozirda professional karyeramni boshlaganman. Aniq bir to'xtaladigan bo'lsak, hozirda JZ Uzbekistan, ya'ni Germaniya hamkorlik tashkilotida loyiha administratoriman. Va bungacha bo'lgan, ya'ni o'qish mobaynida bo'lgan shu hamma internshiplarim, ya'ni stajirovkalarim, ishlarim ham hammasi xalqaro organizatsiyalarda bo'lgan. O'qishni bitirishim bilanoq o'yladim magistratura qilaman deb va unga albatta har xil grantlarni yutdim, lekin o'ylab yetdimki baribir minimum 1 yil gap bera olishim kerak, bu o'zim va boshqa narsalar uchun ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun 1 yil tanaffus olishga qaror qildim. Ya'ni o'qishdan akademik. Lekin baribir shunday ham, at least eng kamida stipendium Hungarikum magistraturaga yutding. Stipendium Hungarikum bor edi, Turkiya burslari bor edi, boshqa universitetlar, jumladan Glasgow University. Oh my god. Very nice. Juda ham zo'r. Biz bu haqida yana to'xtalamiz universitetdan magistraturagacha, lekin biz undan oldin aytishimiz kerak bo'lgan narsa bor auditoriyaga, qaysiki 2020-yilda hayot bizani birlashtirgan juda ham bir ajoyib holatda experience. Menimcha bolalarga ham bu qiziq. Flex. Kimdir shu haqida agar gapirib bermoqchi bo'lsa, Flex o'zi biza Flexga uchrashimizdan oldin qanday yutdik, qaysi joylarda edik, nimalar qildikki Flexga olib keldi, bitta Toshkentda yig'di bizani Flex. Shu narsa haqida gapirsak, men o'zim boshlab berishim mumkin. O'sha paytda men Qashqadaryoda prosta sardor bo'lganman. Yoshlar ittifoqida ko'p liderlik loyihalarim bo'lgan. Respublikada biz konferensiyalarga qatnashib yurardik sardorlar bilan. Xullas, men o'ylayman Flex baribir diversityni yaxshi ko'radi-ku, har xil backgrounddagi bolalarni yaxshi ko'radi. Misol uchun Qashqadaryodan tanlash kerak bitta bola yoki ikkita bola.
o'shandayam diverse backgroundli bolalarni tanlaydi. Ha, faqat zo'r liderlarni tanlamaydi. Liderlardan eng zo'rini tanlaydi, introvertlardan eng zo'r introvertlarni tanlaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Topshirgan liderlarni orasida meni ham qanaqadir unik narsani ko'rgan baribir Flex va mana shu Flex finalisti bizani kohortdagi Flex finalistlari ichida o'zi 2 social naqa volontyorlar, liderlar bor edi. Bittasi men edim. Shu o'ylayman, liderlik kачествolarimni zo'r ko'rsatib bera olganman Flexga. Shu uchun ham tanlanganman deb o'ylayman. Essayda ham faqat Yoshlar ittifoqida qilgan proyektlarimni zo'rlarini yozgandim. Misol uchun faqat maktabda nima deydi, cheklanib qolmagandim essayda. Men respublikadagi proyektlarimni ham chiqarib bera olgandim. Endi intervyuga sal keyinroq to'xtalamiz, lekin birinchi shu bosqichida mana shunaqa bo'lganman deb o'ylayman. Sandachi? U paytda men 11-sinf bo'lganimni eslayman. Flex programmasi haqida umuman bilmasdim va bir kuni men dadam yonimga kelib, shu programmaga topshir degan. Chunki nima uchun? Men dadam 95-yilda Flex programma bo'yicha Kaliforniyada 1 yil maktabda o'qib kelgan. Host familysi bilan va men o'sganimdan har doim eshitardim Amerikada sayohatlari, sarguzashtlari haqida. O'shandan yana eshitib ilhomlandim dadamdan. Dadam sen o'tasan, men senga ishonaman degandan keyin tayyorlanganman va oddiy maktabda o'qib, o'zim qanaqadir hali liderlik kачествolarim unchalik ko'p ham bo'lmagan. Prosta men ota-onamning ishonchi bilan, o'zimga ishonchi bilan shu programmani yutib Amerikaga borib keldim. O'sha yozgan essayingda aynan temasi qanaqa bo'lgan? Meni yozgan essayimda temasi meni boshqa odamlar bilan muloqotlarim. Chunki masalan, men kattaroq urovingda lider bo'lmaganman, lekin har doim masalan sinfdoshlarim bilan yaxshi muloqotda, 2 maktabda o'qigan bo'lsam ham, maktabda har doim sardor bo'lib, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib yoki ota-onam bilan yaxshi muloqotlarim haqida gapirganman va общий personal connections haqida gapirganman. Qanaqa darajada u sizga yaxshi imkoniyatlar berishini haqida. Ha, men o'ylayman, bu ham important, chunki baribir Amerikaga host familyda yashaydi-ku. Misol uchun liderlar bo'ladi, respublikanskiy loyihalarni qiladi, lekin ota-onasi bilan yaxshi kelishamay qoladi, do'stlari yo'q bo'ladi. Ular ham minusga o'tadi. Shuning uchun smart. Zarina, senchi? Men o'ylashimcha meniki esim juda bir kulgili, chunki Flex haqida umuman hech narsani bilmaganman. Chunki o'sha yili endi birinchi marta ochilgan-ku, endi oldindan pauza bo'lib, keyin bizga ochilgan. Flex nimaligini bilmaganman. Keyin bir kuni uyda kelyapman, maktabdan dadam aytib qolibdilar, xuddi Sevaraga o'xshab dadam. Qarab, bunaqa programma ochilibdi. Seni yoshingga to'g'ri kelar ekan, как раз 11-sinflarga. Voy dada, bunaqalarga faqat pul bilan o'tiladi. Bunaqa narsalarga biz вообще tanish bilish deb o'sha paytgacha hayolimda narsa bo'lgan, bunaqa narsalar faqat tanish bilish bilan bo'ladi. O'zingizni kuchingiz bilan hech narsa qila olmaysiz. O'sha paytda endi takoy ommalashyapti Tech Girls, Flex, o'shanaqalarga hech ishonmagandim. Keyin dadam baribir meni haligi qildi. Ko'ndirdi, topshirib ko'r, sendan nima ketdi, unaqa deb. Keyin topshirdim. O'sha narsa meni butunlay o'zgartirib yubordi. Chunki men, ya'ni o'ylashimni, dunyoqarashimni aniq bir narsaga, chunki o'zingizni kuchingiz bilan erisha olasiz. Erisha olasiz. Hamma narsa tanish bilish emas. Bizda ham xuddi shu narsa bo'lgan, faqat teskarisi bo'lgan. Men dadamga olib borib, dada topshiraman desam, qizim buni pul ko'playtadi deganda, shunaqa his qilganman ichimda. Lekin men ishonganman o'sha paytim. Ilohiy kuch kelgan shekilli. Endi essayingda nima yozgansan sen? Yozganing esingda yo'q. Essayim men bilardim, что maktabda juda aktiv bo'lganman, a'lochi o'quvchilardan bo'lganman, bu to'g'ri. Hamma joyda sardor, hamma joyda masalan nimadir A sinf bilan B sinf birga konkurent bo'lsa, doim men olib chiqardim, ya'ni guruhimni. Faqat olimpiadalarda yurganman. Lekin hech takoy haligi bo'lmagan, joy bo'lmagan, shu hamma yutuqlarimni biror joyga yig'adigan. Shu Flex men uchun ajoyib imkoniyat bo'lgan. Hammasini ichingizdan chiqarib, nihoyat yozishga imkoniyat bo'ladi-yu. O'shanaqa narsa bo'lganda, hammasi yaxshi tushgan. Может, o'shan chunki yoshligimdan raqs to'garanlariga borganman, sport to'garanlariga, bular ham o'ylaymanki inobatga olinadi. Chunki faqat akademik tomonlama o'zingizni limit qilib qo'ya olmaysiz-da. Ya'ni maktabdan tashqari ham nimadirlar bilan shug'ullanasiz. Chunki Flexda so'raydi-ku, nima
aktivitelarda qilgansan deb kimdir hamma unik bolalarda oladi. Menimcha pianino chalishni biladi kimdir suzish. No, lekin не обязательно har doim ham. Da, Bu bo'lsa plyus, to'g'ri, lekin har doim ham. shunaqa. Chunki biz yana qayta aytaman, shuncha bo'lgan flekserlar, ayniqsa o'zimizni kohortda hamma har xil bolalik Hamma eseslar 20 ta ichida bo'lsa hamma har xil. 17 17 ta bola. 17 bo'lgan bo'lsa ham hammasi har xil. Eng qizig'i o'g'il bolalar ham, qizlar ham, hamma har xil o'g'il bolalar, xarakteri ularni, maktablari, ularni GPAlari, misol uchun so'rardik-da, baribir qiziqib. Juda ham har xil edi. Shuning uchun biz ayta olmaymiz, faqat lider bo'ling va flex yuting deb. Aytgandek. Yana undan keyingi jarayonda biz birinchisini yutdik. Keyin telefon qilib intervyuga chaqirishdi. Men Samarqandga bordim. Sizlarda Farg'onada bo'ldim. Siz Namanganda bo'lgan. Namanganga borgansiz. Sen Toshkentda bo'lgan. Bitta narsa men o'zimni yana boshlab bersam, o'sha intervyuda esse yozishga nechidir minut vaqt beradi. U esse emasda, просто savolga javob berish kerak ekan. Men hop deb tez javob berdim. U successful bo'ldi javob berganim. Shuni bilaman, men flex paytim tan olishim kerak bo'lgan narsa, ingliz tilim zo'r bo'lmagan. Ingliz tilim zo'r bo'lmagan taqdirda ham imkoniyat yaratib berganda flex kimdirlar so'raydi-ku 6,5 bo'lsin flexga, IELTS yoki 6 bo'lsin deb. Compare qilaman o'sha paytdagi bolalar bilan men ingliz tilim baribir pastroqligini his qilardim-da finalistlardan. Lekin o'shanda ham o'sha essayda oddiy so'zlar bilan chiqarib berganman. Intervyuda so'raganda ham nima qilasan Amerikada buni zo'r qiyin savollar bergan. Shunga ham to'xtalsak bo'ladi. Menga bergan savoli aytgandi, agar host sistering Telefoningni buzib qo'ysan. telefoningni sindirib qo'ysa nima qilasan degan savol berishgandi. Keyin endi men unaqa materialistik odam bo'lmaganim uchun o'zim ko'rsatish uchun javob bermaganman. Men to'g'risini aytganman. Telefonimni sindirib qo'ysam, men baribir hech narsa deya olmagandim. Chunki baribir ular menga opportunity beradi uyda yashashga, uni oilasi sifatida qabul qilib, menga ovqat qilib beradi, misol uchun. Shuning uchun men urushmagan bo'lardim. Sinsa telefonim hech narsa demasdim. Lekin aytardim, что bu meni personal narsam baribir ehtiyot bo'lgan keyingi safarda tushuntirardim deb aytdim shu savolga. O'sha paytda ham keyin sezdim, что maturity levelim bo'lgan ekan. Ozgina. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Men aytishim mumkin. Men eslayman, intervyuga chaqirishganda endi bolalar, mendan tashqari bolalar, qizlar bor. Bizani mana shunaqa kruglый stol atrofiga yig'ib, umrimizda umuman eshitmagan bitta angliskiy so'z berishgan, doskaga yozishgan. Qanaqadir so'z esimda yo'q to'g'risi. Lekin juda qiyin va hayotingizda umuman oldin eshitmagansiz. Sizlarning vazifanglar shu so'zni ya'ni descriptionini topinglar degan. So как группа bo'lib ishlab, o'sha so'zni ma'nosini topishimiz kerak bo'lgan. Конечно же, men hammasini qo'lga olganman. Yo'q, to'xta, boshqacha ayting. Gapirur. No, meni o'ylashimcha, shu meni yutishimga sabab bo'lgan jihatlardan biri shu, meni o'sha paytda hammani bitta joyga to'plab, sen bu ish qilasan, bu ish qilasan deb tasdiqlarni men bilmayman qanaqa bo'lgan, ular ham menga aniq qilavergan, hop deyurgan. Birdaniga qo'limga olganman, endi bu liderlikni ko'rsatib bersa kerakdir-da. Keyin aytganman, men masalan ular aytishgan, shu so'z bilan qanaqadir hikoya aytib beringlar deyishganda, so'zni describe qilib, hikoya tuzib beringlar degan. Men hammaga tasklarni bo'lib berib, men masalan introduction o'zimga olaman, sen buni gapirasan, buni gapirasan deb, o'sha berilgan vaqt ichida qanaqa o'sha narsani chiqarib bera olganmiz. Даже если shu so'z g'irt noto'g'ri so'z bo'lsa ham, ya'ni biz topgan javobimiz g'irt noto'g'ri bo'lsa ham, bu narsa umuman ya'ni siz to'g'ri topishingiz emasda gap. Gap qanaqa qilib gruppada ishlay olasiz. Mani gruppovoy zadaniyam juda qiziqarli bo'lgan. Bizga aytishganki, sizlarni o'zlaringni masalan, u yoqda vodiy bo'lgan, Namangan, Farg'ona, Andijon. Vodiyda bitta proyekt qilishlaring kerak. O'sha sizlar sponsorlar bilan gaplashyapsizlar. Tasavvur qilinglar, biz sponsor bo'lamiz, sizlar o'zlaring proyektlarini chiqarib berishlaring kerak. Men o'zim proyektni nima qildim? Bu Shohimardonda oromgoh lageri, qanaqadir sentr, оздоровительный sentr qurish. Men Zarinaga qilmadim, sen buni qilasan, uni qilasan deb. Men naborot, sizlar nima o'ylaysizlar? Sizlarning o'zlaringni qanaqa ideyalaring bor? Shu oromgohimizni yaxshiroq qilgani uchun deb hamma o'zlarini ideyalarini aytgan. Biz bitta общий qilib common project qildik, lekin men eslaymanki, o'shani baribir lead qilganman. Hali so'rab, bunaqa qilamiz, unda bunaqa qilamiz deb, baribir o'sha gruppada bitta odam chiqadi. O'sha hamma jarayonda ular tekshirib o'tirishadi.
ko'rishadi qanday kim o'zini qanday tutishini va o'shanda o'sha proyektimizni hammamiz prezent qilganmiz. Shunaqa bo'lgan. Shu joyga esimga kelib ketdi-da, group work manda umuman boshqacha bo'lgan. Bizda просто debat bo'lgan. 4 ta o'quvchini ikkita bo'lganda 4 tami 6 tami bola edi. Keyin debat shunaqa question berdi. Men aytayapman, ingliz tilim endi ja perfect emas, qiynalyapman-da, fikrimni zo'r qilib turib baqirib gapirishga. Bolalar shunaqa qilyapti. Keyin qo'rquv tushdi menga, lekin qo'rquv tushganda ham men uyalmadim-da. Men ingliz tilim noto'g'ri, xato-yu. Hech narsa e'tibor bermasdan, xato bo'lsa ham, gaplar bir-biriga qovushmagan bo'lsa ham gapirib berdim-da. Ideya ham aytib berdim, lekin men o'sha yerda bilaman, men lider emas edim. Misol uchun, komandamdagi bolalar ham tasklarni ko'pini o'zlari aytib tashlashdi, lekin menga kelganda xato bo'lganda ham men unaqa uyalmadim. Uyalish yo'q edi o'sha paytda menda. O'ylamasdim, voy bu narsa cringe, bu narsa bunday. Turdimda, keyin gapirib berdim. Pointless gapirdim deb o'ylayman o'sha paytda o'ylasam. Qandaydir kuchli ideya ham yo'q edi. Lekin eng muhim bo'lgan bo'lishi mumkin shu. Maybe shu confidence bo'lgandir menda qanaqadir. Shunaqa qilgandim, keyin o'shanda ozgina xafa bo'lgandim. Biling bolalar baribir kuchli-da deb qo'ydim. Bizda anu bor edi-da. Meni juda ham katta konkurent, endi konkurent deb o'ylaganman o'sha paytda, aslida men konkurentim bo'lmagan. Human. Antares, we were together. Man Aziz bilan bo'lganman, ikkalamiz ham yutganmiz. Men Antares o'ylaganman, meni competition qilyapmiz deb. Men o'zi competition o'tganlar bilan emas, o'zi почти viloyatdan bo'lar ekan-da. Bunday o'ylab qarasa. Antares bor. Yo'da competition bo'lmaydi umuman. Yo'da masalan, sizlar 5 talarning o'zlaringni qanaqa ko'rsatgan bo'lsalaring, hamma 5 tasini olaveradi. Chunki o'zingizni qanaqa ideyalaringizni, o'zingizni qanday tutishingiz, boshqalar bilan muloqot qilishingizni eshitib, ular menimcha tanlashadi. Shunaqa Antares bo'lgan, bizda Flexer Antares degan bola bor edi. Hozir Amerikada agar adashmasam. Shunaqa zo'r o'zini ko'rsatgan, men havasimga ingliz tilisi o'sha paytda 7-8 da adashmasam. Hamma o'sha bolani gapirardi. Ko'p bolalar ingliz tilisi zo'r ekan. Keyin savol bergan, "Who are you? I'm human" deganda. O'sha paytda ham. Xullas men aytganman, bo'ldi, bash bola olib ketarkan-da deb qo'ydim. Hammasi ekan. Shu intervyudan keyin biz уже bu joy to'xtadik. Qanaqa bolalar tanlanishini his qildinglar degan umiddamiz. Va keyingi holat bizda уже telefon qilishdi. Hamma har xil joydan eshitdi finalist bo'lganini va biz keyin Toshkentda yig'ildik viza olish uchun. O'sha momentda tanishdik. Xullas, hamma yutdi va yutgan jarayonda hammaga telefon keldi. Sizlar yutdinglar, Amerikaga ketasizlar deb hamma butun qarindoshlarga aytganman. Aytganman hammaga. Butun Qashqadaryo bo'lsa Qashqadaryo bilgan sardorlar respublikagacha Surayyo Amerikaga ketar ekan. Endi bu havasda baribir maktabingga, hamma tanishlaringga. Lekin afsuski endi qanchadir vaqtdan keyin telefon keldi-da, koronavirus bo'lib qoldi. Demak, sizlar bora olmaskansizlar 1 yil. Biza o'zi Flexda qanaqa bo'ladi? 1 yil borasiz Amerikaga, host familyda yashaysiz, u yoqda o'qiysiz yuqori sinfda. Bizga telefon qilishdi, o'sha payt menga aytishdi, universitetga tayyorgarlik boshlang, kech qolmagan bo'lsangiz, chunki Flexda baribir keta olmaysiz deyishdi. O'sha paytda bizda Flexda o'zi mayda yutdik. 22-mayda chiqdi javobi. Iyulda bizga bormaysizlar degan deyishgan va biz nima qilishni bilmaymiz, chunki уже sentyabrda universitet boshlashimiz kerak va umuman hammamiz depressiyaga tushib qolganmiz shekilli o'sha paytda, chunki hali hayot mazmunini yo'qotib qo'yganmiz. Chunki biz o'ylaganmizda ketamiz bo'ldi, keyin qaytib уже universitet haqida o'ylaymiz deb. Bu yoqda уже yangi muammo paydo bo'lib qolgan. Universitet. Men bitta qilgan yana smart ishlarimdan bittasi hayotimda Flexga topshirayotgan payt USKFga ham birga topshirganman. USKF grantiga, USKF bu Amerikani granti, American xullas Amerika sizni to'liq qoplab beradi o'qishingizni, American University of Central Asia'da. Va shuga topshirib, intervyularda o'tib yurganman. Menga bitta yana narsa, menga telefon qilib 22-mayda telefon qilishganini eslayman, chunki dadamning tug'ilgan kunida edi-da. Flex yutdiz deyishyapti-da, nechadir soat o'tib, keyin USKFdan qilishyapti, USKFdan yutdiz deb. 2 ta grant tanlang deyishdi. Keyin bittasi universitet 4 yil grant 100% o'qiysiz. Ikkinchisi Flex 1 yil Amerikada. Bu meni 100% 4 yil o'qiydigan universitetim Qirg'izistonda, lekin Qirg'izistonda o'qib turib Amerikaga exchange qilsangiz bo'ladi. Shu imkoniyati bor edi.
Keyin man to'xtanglar hozir aytaman dedimda, keyin dadam oldiga bordim. Dadam bilan maslahatlashgan. Dadam aytdilar, to'xta, birinchi asta boshlab ko'rish Flexdan, davay, birdan universitet bormagin, Flex zo'r dedilar. Keyin telefon qildim, yana aytdim, Flex tanladim, USCF admin qilaman dedim. Keyin email yozing universitetga deyishdi. Men universitetga email yozib, universitet admin qildim. Rahmat, grant uchun men admin qilaman deb. Oradan bir haftami 2 hafta o'tib Flex admin degandan keyin menda 2 ta grantim yo'qdi. Keyin o'sha payti manda yana hayotda odamda shunaqa vaziyatlar bo'ladi-da, bo'ldi, yo'q deb to'xtab qolgan paytingiz o'zi aslida hech narsa to'xtab qolmagan bo'ladi. Bor imkoniyatdan foydalanish kerak degan narsani aytmoqchiman. Men o'sha paytda yig'lab, bo'pti, endi nima qilaman deb qolishim mumkin edi, lekin men universitetga bezbetlarcha yozdim. Men iltimos qaytarib olinglar, chunki Flex admin bo'lib qoldi koronavirus uchun. Grantimni qaytarib bera olaysizlarmi desam, ular of course, you're welcome to come back deyishdi. Shunaqa mazza qilib ketdim. Bo'ldi, demak, imkoniyat bor ekanda, baribir try qilib ko'rish kerak ekan. Of course, nimadir tugashi, nimadir boshlanishi. Vot, shunda mayli bo'lmaydi deb umidsiz bo'lmaslik kerak ekan. Baribir qilib ko'rish kerak ekan. Shu keyin menda 100% taqidi, bilardim, что men bo'ldi. Bishkekmi, 100% grantmi, Amerikan universitetimi shu yerda o'qiyman degan narsa bor edi. Lekin sizlarda ozgina boshqacha bo'lgan bu narsa. Endi hammamizga o'xshab qilamiz. Sразу ikkita grantga topshirib. Meniki bilmayman nimaga, lekin men уже как abituriyentlik davri bo'ladi-yu. Men unaqa tayyorgarlikni o'zi 2 yil oldin boshlaganman. Ya'ni universitetga tayyorlanishni. Qo'shimcha darslarga borasiz. Как abituriyent hayoti bo'ladi-da, baribir hammada. Где-то 9-yil 10-sinfda boshlaganman. Bilardim, что chunki men aniq emas edi-ku bu. Flex yutaman, Amerikaga ketaman, o'qishim tugashi bilan degan. Lekin baribir prioritetda birinchi o'rinda universitet turardi. Chunki u aniq emas edi Amerikada yutishim. Shuning uchun baribir universitetga tayyorlanib yurardim. Topshirganman, davlat universitetida o'qimoqchi bo'lganman. Jahon tillari universitetiga kirganman. Mana endi o'qishni boshlayman deganimda, o'sha oxirgi minutlarda fikrimni o'zgartirib, chet universitetga o'qishga topshirganman. Websterga. Ya'ni Webster universiteti Toshkentga. Menda hech qanaqa plan B bo'lmagan, chunki men bilardim Flexda yutishimni. O'zimga ishonchim shunaqalik darajada katta ediki, Flexda yutaman deb ketaman deganman. Lekin mana Xudoning planlari boshqacha bo'lgan ekan va yo'q deyishganda men sразу o'zimni qo'limga olib, mayli 1-2 hafta yig'lab Websterga topshirib qo'yganman va Webster topshirish endi u yoqda bitta IELTS kerak xolos va o'tganman. Lekin men umuman afsuslanmayman. Shunaqa hayot men sizlar ham afsuslanmaysiz. Hayot shunaqa bo'lgani uchun, Flex admin bo'lgani uchun, chunki biz shu 1 yil ichida birinchi kursimizda zo'r do'stlar orttirdik, zo'r kurslarga bordik va imенно student hayotimiz juda chiroyli o'tdi. Va may oyida o'sha birinchi kursni tugatganimizda bizga yana bir marta xat keldi. Shu xat kelishlari har xil bo'lgan. Mana agar eshitib borsalaring, xat kelgan, tabriklaymiz, siz Amerikaga borasiz degan xat. Men hayron qolganman, chunki u payti men umuman hali konsert edim, o'sha universitetim qanaqadir nimasi. Men o'qiyapmanki, Amerikaga borasiz, biz hamma yoqda qo'llab qoplaymiz, Washington DCga va Seattle'ga, Flexda o'rniga biz sizlarga boshqa programma, boshqa imkoniyat beryapmiz degan. U paytda men sразу Telegramda Surayyo Zarinalarga yozyapman, chunki u paytda bilardik onlaynligimizni. Hali baribir bular yutishgan, bu haqiqatmi yoki meni ko'zlarim menga aldashyaptimi degandim hamma. Skammadim. Keyin u yoqdagi bizni koordinatorimiz, o'qinglar, yaxshi o'qinglar, javoblaringni yozib qo'yinglar degan. Hamma shokda, chunki bizga umuman неожиданно kelgan, hech kim kutmagandi, to'g'risi. Hali уже esimizdan chiqib ketgan edi, Flex bormaganimiz. Flexdagi yangilikdan ham ko'ra yoqimliroq. Hali telefon qilib Flex yutdilar deganda, yutdim ekan, chunki biz kutgandik-da. Bu umuman kutilmagan narsa bo'lgan. Вообще zo'r bo'lgan shu. Rostdan. Lekin bitta narsa, men o'sha Flex admin bo'lgandan keyin 1 yil men birdan Qirg'izistonga ketmadim-da, koronavirus uchun biz onlayn qilardi. Amerikan universiteti hamma nimalari digital onlayn o'qishlar boshlanib ketdi. Zoomlarda professorlarni ko'rib turibman. Juda ham o'sha bitta to'xtalib ketaman universitetga, juda qiynaldim yana men. Chunki oddiy umumiy o'rta ta'lim maktabdan даже IELTS'im yo'q bo'lgan meni. Universitetga prosta ichki testlardan o'tganman, suhbat qilganman, shu passionni yaxshi ko'rishgan mendagi. Qabul qilgandan keyin universitetda takoy academic paperlarni o'qish, kitoblarni, platolarni o'qiganmiz, qiynalib qolganman. Ya'ni bizga o'sha
hamma 17 ta yutgan fleksorlarga alternativniy programma qilib berishdi. Nomlanadi bu ya'ni Uzbekistan Youth Leadership Program. Nima deydi, bunaqa o'zi programma yo'q, lekin bizlar uchun spetsialniy qilib berishdi. U paytda yo'q edi deb. U paytda yo'q edi, lekin bu o'sha bundan keyin ham bo'lmagan, chunki faqat biz uchun edi. Ya'ni fleksorlar borolmagan fleksorlar uchun UzYLB programmasi. Bu DCda bir hafta o'qish va keyin Seattleda 4 haftami? 3 hafta, 3,5 hafta universitetda. Seattle University of Washingtonda o'qiganmiz. Bu programma asosan proyekt managementga, environmental sustainability, keyin civic education sohalarida o'rganish. Endi hozir bitta shu joyga to'xtalsak bo'ldi, bolalarga tushuntirdik, proses qanaqa bo'ladi. First impression qanday bo'ladi? Birinchi Amerikaga borganda expectation versus reality degan narsa bo'ladi-da. Misol uchun fleksorlar juda ham butun O'zbekistondagi yosh aholida men fleksga borishim kerak, Amerika sehrli diyor deb. O'zi aslida ham shunaqa, lekin baribir expectation reality boshqacha-yu. Men birinchi borganimda DC ga qo'nganmiz-ku. Qarab turib, shumi Amerika deganman. Hech qaysimizga yoqmagan DC. Shuda o'shani aytaylik, misol uchun. DC qanaqa expression qoldirgan sizlarda? Uncha yaxshi emas. Yo'q, lekin menga juda yoqqan, I loved it. Lekin buni boshqanchalik Amerika bo'lmaganda boshqacha narsa kutdim. Birinchidan o'sha havo juda yoqimsiz bo'lgan. Keyin biz faqat endi hech qayerga chiqmasdan otel ichida, otelda yashab, otelda o'qib, faqat olib borishardi o'zlarini bilan. Avtobusda borib, avtobusda kelardik. Uncha mustaqil bo'la olmaganmiz. DCda, to'g'rimi? To'g'ri. A вот Seattlda уже совсем boshqacha atmosfera. Ko'rib hayron bo'lganmiz. Seattlga uchganimizdan keyin umuman bizga ozodlik berishgan. O'zimizni qanday Amerika qanaqa his qilgan, tasavvur qilganimizdek xuddi shu Amerika bo'lgan, chunki biz universitetda yashaganmiz va hammamiz birga bo'lganmiz. Shunisi shu programmani unik narsasi, biz hali отдельно flexda hamma har xil joylarda yashaydi-yu, o'zini xos oilalar bilan. Bu yoqda biz hali studentlarda yashaganmiz. Hammamiz shunaqa do'st bo'lganmiz. Masalan, o'g'il bolalar bitta etajda, qiz bolalar ikkinchi etajda, shunaqa zo'r nima bo'lgan. Keyin yana biz his qila olgan narsamiz, bizda ko'chaga chiqardik-da, koordinatorsiz chiqardik-da, DC da biz koordinator bilan yurardik-ku. Keyin biz aylanishlarga chiqdik, sevara bilan ko'chalarda yurib ketganmiz, eslayman. Ovqatlanishga o'zimizda bo'lardi-da, choy sifatga kiramiz, buni yeymiz, sifatga chiqamiz, keyin qarardik yon atrofga, va rostda Amerikani his qilgandik o'sha paytda. Значит, bitta Amerika bo'lsa ham, har bitta shtatda boshqacha hayot, boshqacha dunyo. Bunga yana rostdan har bitta shtatda boshqacha hayot degan ikkinchi marta ham to'xtalishimiz mumkin, work and travelda. Undan oldin lekin aytishimiz kerak bo'lgan yana bitta bolalarga sovet tarzida, shu biz 1 yil universitetda 4 yil o'qigan bo'lsak, prosta o'qimadik universitetda. Juda ko'p proyektlarga qatnashdinglar, internshiplar qildinglar. Shu joyga to'xtalsak, universitetda o'qiyotganda more successful bo'lish uchun mana birdan gap yer olmay turib 4-5 ta grantlarni yutib ketdi magistraturaga. Nimalar yordam berdi? Shuni ham aytsanglar. Masalan, men o'zim 4 yil davomida ishlashni birinchi kursdan oxiridan boshlaganman. Birinchi ishim kinematografiya agentligida bo'lgan va men u paytlarda o'ylardimki, men kino sohasida ishlab bo'ldi, o'zimni topdim deb o'ylaganman. Kino festivallarda ishtirok etganman va 3 yil 4-kursgacha o'sha sohada ishlaganman va o'shani orqasidan Italiyaga borib kelganman. Italiyada dokumental kino olganmiz, biz o'zimizni komandamiz bilan. Va lekin men u paytda o'yladimki, davlat sohasi men uchun emas, chunki baribir men xalqaro siyosatni o'rganib, shunga nima qilganman ko'proq va o'sha yerda 4-kursda BMT tashkilotiga kirganman. UNOPS degan United Nations Office for Project Services, unda kommunikatsiya sohasida ishlaganman. Nima aytmoqchimanki, 4 yil ichida mana flexda yutib, bir marta borib kelib bo'ldi, endi o'qiyman deb hayot to'xtamagan, baribir professional tomonlarda ham rivojlanganman-da. Shuni ham hammaga tavsiya beraman, chunki endi hammamizda shunaqa shekilli, Zarina ham, masalan, Surayo ham shu 4 yilda tugatib, undan keyin imkoniyatlar undan ham ko'p bo'ladi. Chunki bu yoqda sizlarda o'pitlaring bor, xalqaro o'pit bor, magistraturaga любой joyga olishadi, grantlarga, keyin boshqa ishlarga, higher positionslarga olishadi. Shunisi plusi bor. Lekin bitta savol tug'iladi bolalarda, qanday topamiz u narsalarni? Sizlar qayerdan topgansizlar?
faqat. Birinchi o'zi stajirovkadan boshlaganman. Ya'ni birinchi hayotimdagi birinchi ishim bu birinchi kursimda Toshkentdagi Pokiston elchixonasida bo'lgan. Birinchi уже maktabni bitirib endi birinchi kursdan elchixonaga tushib qolsangizda, chunki elchixonaga hammani ham olishavermaydi. Keyin bizani даже anaqa o'sha stajirovkamizni oxirida Pokistonga tekinga study tour qilib berishgan. Shuni Pokistonga borib kelganmisan? No, I had to choose, you know. Manda ikkita vazir bo'lgan, yoki sizlar bilan Amerikaga ketish yoki Pokiston o'rtoqlarim bilan, kursdoshlarim bilan study tourga Pokistonga ketish. Va men albatta Amerikani tanlaganman, lekin men aytishim mumkin, shu birinchi kursdan shu qilgan stajirovkam juda katta menga foundation bo'la olgan. Undan keyin endi stajirovkani baribir o'zini limiti bo'ladi. U siz masalan sizga va'da bermaydi, ishga olib qolamiz deb, lekin juda katta opit beradi. O'shanda Toshkentda birinchi marta Pokiston va O'zbekiston biznes forumi bo'lgan. Endi biza stajyorlar bilan Pokistonni, endi ularda prime minister hisoblanadi-yu, kattasi, eng katta odam, prezidentdan birinchi odam. Biz o'sha bilan ko'rishganmiz. O'zbekistonga kelgan. Bizani haligi introduce qilishgan, mana o'zbek studentlar, biz ularga o'rgatyapmiz deb. Keyin undan keyingi qilgan stajirovkam qayerdan topganman? Hech qayerda bo'lmagan, nima qilsam bo'ladi deb, chunki men o'zimni I'm feeling that I'm stuck. Nimadir ish qilishim kerak. Qilmasam bo'lmaydi, chunki bo'sh vaqtimni men shuncha просто tak o'tkazib olmayman. Keyin organizatsiyalarga o'zim yozishni boshlaganman. Email orqali men shu Webster universitetida hozirda 2-kursda o'qiyman. Sizlarga stajyor kerak emasmi? Sizlar stajyorlar xohlamaysizlarmi? Keyin o'shalardan yozganlarimdan bittasidan javob kelgan. Bu bo'lsa Yevropa ittifoqini O'zbekistondagi delegatsiyasi. So it was my second bu meni ikkinchi stajirovkam bo'lgan. Lekin shuni aytib o'tishim kerak, birinchi stajirovkam va ikkinchi stajirovkam hammasi bepul bo'lgan. Va men bunga o'zim rozi bo'lganman, o'zim tayyor bo'lganman bepul ishlashga. Chunki u payti men o'zimga позволять qila olardim tekin ishlash. Kelajakda shu narsa pay off qildimi? Albatta. Lekin men yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, men o'sha payt o'qirdim. Keyin obeddan keyin o'qishim tugagandan keyin stajirovkamni qilardim, keyin kechqurun kelib, o'zim uchun, ya'ni cho'ntak puli deymizmi? Cho'ntak puli uchun men o'quvchi o'qitardim angliskida. Ya'ni shuncha narsaga uspet qilganman. Men eski ketdi nima? Blogerda shunaqa pulimiz bo'lmagan, tashqi hisob yormagan. Yo'q, pulim bo'lgan. Rosta men xohlamaganman ota-onamdan pul so'rashni. Va shunaqa endi o'zimni kamchiliklarim uchun shunaqa qilib ham o'zimni sohamda rivojlanganman, ham pulli sohada rivojlanganman. Shunda yana bitta katta highlight, nima deydi? Men xuddi nima qilganimdek, universitetga men qaytarib olinglar deganimdek, даже ish bermasa ham shu xalqaro kompaniyalarga yozib turib, xalqaro organizatsiyalarga internship kerak bo'lsa, mana men volunteering qila olaman deb yozsa, demak ular ham openda qabul qilishga. Chunki o'zidan baribir initiative chiqaryapti-yu bola. Chunki hozir bahona qilishadi, men qayerdan topay, yo'q-ku, organizatsiyalardan topa olmayapman, unaqa qayerdan topay deb juda ko'p yozishadi-da. Lekin har bitta bolaga shunaqa toping deb yo'l ko'rsatib bera olmaysiz, конечно. Odam ozgina demak. Bizga masalan hech kim yo'l ko'rsatmagan. Hech kim yo'l ko'rsatmagan. Masalan, Flexi ham qanaqa qilib to'ldirishni o'zimiz biz birinchi bo'lganmiz, chunki даже hech kim o'shada bunaqa hozir so'rsa ko'p, misol uchun mingta so'rsa chiqarib tashlagan, mana bunday to'ldirasan, yozasan. Bizda bo'lganda men eslayman, o'sha Flexni даже to'ldirishda qiynalganman-da. Nima yozay ekan? Miss yozaymi, mistress yozaymi? Qiyin bo'lganda, u birinchi marta forum ochganmiz, xalqaro unaqa forumni. Internetda source yo'q. Yoki men yozganman bitta O'zbekistonda eski finalistga. Hozir katta joylarda ishlayotgan. Opaga yozsam 1 soat konsultatsiya qilib beraman, $50 deganlar-da. O'sha payt katta bo'lib bo'lganda 5 yil oldi $50 to'lash. Keyin $50 bo'lganda maktabda o'qiganmiz, unaqa pulimiz вообще yo'q. O'shada keyin tasavvur ham qila olmaganmiz. Keyin o'shandan keyin decide qilganman-da, Flexga bir dunyo videolar chiqarib tashlaganman. Shunaqa bo'lgan. Shu uchun baribir try hard qilish kerak ekan. Topish qiyin emas. Любой saytlarga kirib, oqtarib, просто vaqt kerak. Har kuni хотя бы kunda 1 soat, 2 soat o'shanga ajratish kerak-da. Job, ish oqtarish, bu ham ish deb hisoblanadi-da. Chunki masalan, hayatda o'tirish kerak, rezyume taxlash kerak, letterlar yozish kerak, xatlar yozish kerak. Baribir bu ham endi siz vaqtingiz ketadi bunga. O'shanga seriozno подход qilish kerak. Va yana muhim
deb o'ylayman. Ya'ni siz o'sha o'qishingizdan tashqari qiladigan stajirovkangiz, ya'ni professional rivojlanishdan tashqari sizda yana bo'lish kerak nima? Volontyorство. Shu aytmoqchi bo'lganim, volontyorstvolarga ham vaqt topishsa, o'zlarini dedicate qilishsa, bu narsa ham juda katta rol o'ynaydi. Da, misol uchun faqat pul keltiradigan ishda ishlayvermaslik kerak-da. Yoki faqat o'qish emas. Jamiyatga ham foyda keltiradigan narsalarni ham ishtirish Har kerak. tomonlama. Misol uchun sen qanaqa volontyorство qilgansan? Universitetda qilganmisan qanaqadir volontyorство? Lekin Sevara har doim pulli ishlarda ishlaganda, birinchi kursingdan boshlab. Masalan, men har doimda, chunki men o'zimni vaqtimni appreciate sinit. Qadrlaganman. Ha, masalan, men o'zim vaqtimni qadrlaganman birinchi kursdan, chunki men o'zim bilardim, tajribam qanaqa kuchli, masalan, даже universitetimga men qanaqa ko'p pul ota-onam to'laydi, yana rahmat. 4 yil to'lagani uchun. Любой ishda baribir pul haqim o'zim bo'lishim kerak edi deb o'zimni hali mindsetim shunaqa bo'lgan va даже stajirovkada ham menga to'lashgan, chunki baribir men o'zimni ishimni olib boraman-ku va qanaqadir return bo'lish kerak menga, chunki bu motivatsiya beradi, stimul beradi. Nima desam mumkin? Вот. Hozir ham bitta yaqindagina men o'zi mana bitta professional qanaqadir ishlab ko'raman, corporate joblarda men hech qachon ishlamaganman, taka kompaniyalarda deb turib ish qidirganimda Sevara tashab qoldi. Rostdan bunaqa vaqti bor studentlar uchun qani British Embassy'da adashmasam, почти $1000 ish taklif qilyapti. Prosta yordamchi bo'lish uchun. Men o'quvchilarimga tashladim, o'shani topshiringlar, mayli, men topshira olmasam ham, lekin deb ularga taklif qildim, bir ikkita ishlarni tashlab yubordim. Xullas, juda ham ko'p opportunitylar bor-da, даже pulsiz ham topshirish mumkin bo'lgan. Juda ko'p imkoniyatlar. Prosta oqtarish kerak, masalan. Punkt bo'lish kerak. Da. Odamning ichida bo'lish kerak. Chunki masalan men уже birinchi kursda anglab yetganman-da, agar men hozir shuni sabr bilan o'qib yig'sam, bu albatta kelajakda payoff qiladi. Chunki men masalan o'qishimni bitirishim bilan ham ish topdim. Chunki nimaga qaraydi? Albatta o'qitga qaraydi. Qanaqa sohada o'qigan bo'lsangiz ham, qanaqa universitetda o'qigan bo'lsangiz ham, baribir birinchi rolni bu o'qitingiz o'ynaydi. Shunaqa ekan. Da. O'rtada yana savol, chunki biza Sevara bilan magistraturani davom ettirishni ancha ko'p o'yladik. Topshiramizmi, topshirmaymizmi deb. O'sha ikkinchi yil gap beramiz bo'ladi, to'g'rimi? Yo, birinchi yilga beramiz. Yo, birinchi yil tugayapti mana. Birinchi yilimiz tugab, ikkinchi yilga o'tyapti-da. You want to take the second year also? No. Endi nima degani, hozir ikkinchi yilga o'tdi-da o'sha gap year. Xullas, shunaqa decide qildik, lekin o'rtada Zarina juda ham ko'p universitetlarga topshirib, katta-katta juda ham ko'p emas. Endi baribir bitta degan. Bitta ikkita universitetlarga topshirib, Zarina qabul bo'lgan. Davaychi shu experience haqida gaplashaylik ozgina magistraturada. Chunki meni niyatim bo'lgan, o'qishni bitirib bo'ldim. Magistraturaga sразу o'qib ketaman deb. Hamma o'rtoqlarim bilan endi birga o'zingizcha common goallar qo'yasiz-ku. Birga ketamiz, birga yuramiz. Masalan, biz hammamiz birga Yevropada o'qib, o'sha yerda hammamiz birga yurmoqchi bo'lganmiz. Biz bilan qo'ymagan qara. No. Yes. Okay. Keyin har xil stipendiyalarga topshirganmiz va ulardan o'tganman, lekin baribir o'ylab qolyapman, что nimadir не то. Chunki men yutgan stipendiyamdan ko'prog'iga loyiqligimni bilganman-da. Baribir o'zingizni capacity bilasiz, o'zingizni qobiliyatingiz bundan ham ko'proqligiga baribir o'zingizga ishonchingiz bo'lgandan keyin yo'q. Davay, men hozir shu ish taklif qilishyapti, yaxshi shu ishga qolamanda, kamida 1 yil ishlab turib yana boshqa harakat qilaman deb. Вот men umuman afsuslanmayman. Hozir application qilib bo'ldingmi, yo'qmi? Hozir application to'ldirish jarayonidaman. Kutyapman yana boshqa stipendiyalar javoblarni. Very nice. Chunki men уже bilaman-da, nimaga qodirman. Уже optim bor. O'shandan ham ko'proq уже qilish kerak. Hozir eng mashhur bo'lgan ikkita grant bor. Turkiya burslari, Stipendium Hungaricum bor senda. Ularni men o'tgan yil yutganman. O'tgan yil yutgansan. Ikkalasida ham qanaqadir men nimadir bo'lganmi, shular seni tanlab olish uchun nimalarni appreciate qiladi. Misol uchun, ular ham unaqa oddiy grant emas, bunday o'ylab qarasa. Full ride. Endi buni magistratura stipendiya programmalarini oddiy, masalan, study tour programmalaridan farqi, siz уже nima qilishing nimasi bo'ladi. Kelajakda nima qilishingni уже aniq bilish kerak.
ya'ni kelajakda nima qilishingni уже bilishing kerak. Magistraturada o'qiyotganingda nima research programma qilasan, qanaqa research project, qanaqa tezis yozasan va magistraturani bitirib kelganingdan keyin O'zbekistonda nima ish qilmoqchisan. Mana shu like parti juda ham muhim. Ya'ni sen qaytib kelishing kerak O'zbekistonga va O'zbekistonga masalan Hungaryda o'rgangan nima narsa borki, sen shu narsani O'zbekistonda yo'q. Shu narsani sen apply qilmoqchisan. Shu narsani ko'rsatib bera olishing kerak application jarayonida. Tushundim. Baribir deep research kerak. Scholarship o'rganganda ham. Okay. O'rtada keyin yana bitta narsa bizda travellar ko'pincha просто так zerikkanimizdan travel qilmaganmiz, qanaqadir programmalarga topshirganmiz, keyin borib travel qilib kelganmiz. Ko'p travellar shunaqa bo'lgan. Misol uchun Italiyadagi project bo'lgan, kino olgansizlar. Undan keyin даже work and travel pay qilgan bo'lsak ham, lekin programma bo'lgan. Exchange baribir, cultural exchange bo'lgan. Work and travelda ham hamma o'tirmaydi. Может, shu haqida o'zini gapirarsan. Ha, work and travelda ham baribir kirish ham ozgina vaqt ketadigan narsa, chunki biz tayyorlashni avgust 2022-yilda boshlaganmiz, чтобы iyun 2023-da borish uchun. Va o'shani hamma jarayon boshlagan, dokumentlar taxlash, job ish axtarish, ishga kirishda ham intervyu o'tish kerak, viza sponsor qilib beradigan kompaniyalar bilan ham intervyu o'tish kerak. Keyin o'sha hamma yo'q taxlagandan keyin siz vizaga kirasiz, vizani olib u yoqda boshqa yana ish boshlanadi, uy axtarish kerak, bilet bron qilish kerak, u yoqda nima qilishingizni hamma yo'qlarda уже plan qilishingiz kerak va уже may iyunlarda biz ketganmiz. U yoqda ishlash ham baribir oson narsa emas, chunki hali u yoqda borib biz birinchi yildaqa hali Amerika maza qilib aylanib keldik, do'st orttirib keldik degan уже umuman boshqa, chunki u yoqda sizlar o'zlaringizlar va yashash ichishlaringga hamma yo'llarga o'zingiz to'lab pul topasiz. Вот. O'sha jarayonda biz aytishimiz mumkin bo'lgan, hozir viza jarayoni eng qiyin bo'lgan. O'zbekistonda ham, hammada o'zi work and travelda ketish viza juda ham qiyin bo'lgan. Vizada ham e'tibor berayotgan narsalar bor, bolalarga foydali bo'layotgan. Hozir aytishimiz mumkin, chunki birinchisi Daflex bizga qandaydir bog'liq bo'lmagan, full right bo'lgani uchun viza berish ehtimoli ko'p. Lekin ana work and travelda siz hech qanaqa katta sponsorlarsiz vizaga kirsangiz, уже u yoqda maksimalni o'zingizni ko'rsatishingiz kerak, чтобы siz rostdan O'zbekistonga qattiq bog'langansiz, qaytib kelasiz. Mana shu narsa muhim bo'lgan. Sen qanaqa experience bo'lgan vizada? Chunki menda boshqacha bo'lgan. Men Bishkekda universitetda o'qigan paytim Bishkekdan topshirdim. Sen Toshkentda. Men Toshkentda topshirganman. Lekin sen bilan kirgan hamma reject olgan ko'pchilik. Ha, mani oldimdagi boshqa bitta qiz bor edi. U bilan просто tanishib qoldik u yoqda. U reject olgan va men ham hali g'alati situatsiyaga tushib qolganman. Menda nima bo'lar ekan deb. Lekin menga juda yaxshi o'tdi. U yoqda baribir o'zingizni haqingizda gapirasiz, o'zingizni eng yaxshi biladigan inson bu siz o'zingizsiz. O'zingizga ishonib, kulib, yaxshi kayfiyatda bo'lib, ichingizdagi narsalarni gapirsangiz muammo bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Va menda xuddi shunaqa bo'ldi. Oldim, Amerikaga borib keldim. Men o'ylayman, shu vizada ham baribir confidence muhim. Albatta. Aytishadi-yu, dokumentlar zo'r bo'lsin, sponsorlar katta bo'lsin, pul bo'lsin. Aslida men zo'r ko'p pul bilan, shot bilan kirgan bolalar ham reject oladi-da. O'zingizni tutishingiz qanaqada? Baribir bu hali hayajonlanmasdan oddiy narsada, bu oddiy men borib kelaman, qaytaman shu programma deb просто tushuntirib berasiz, bo'ldi. Sizni aynaydi bu tarafida qanaqadir hali nima test qiladigan, bilmayman, любой narsa, любой intervyuga, любой ekzamenga shunaqa podxod bilan nima qilish kerakki, что bundan keyin siz ikkinchi dunyoga ketmaysiz-da, hali o'tasiz, o'tmasangiz bo'ldi, hayot baribir уже ketadi-da, davom etaveradi. Ha, to'xtab qolmaydi. Shunisi muhim, miyaga nima qilish kerakki, что hali Amerikaga borishim, bo'ldi, viza olishim, bu meni eng katta maqsadim deb turish kerak emas. Shunaqa, chunki intervyuda men o'zimni 2 marta ham shu traumatic experience qolganda, vizaga kirganimda, даже birinchisida ham flexer qiz bor edi. Bizda qo'rqqanda, juda ham qo'rqqan. Balki u yosh bo'lgan, lekin biz ham bunday o'ylab qarasa, o'sha payt flexda yosh bo'lganmiz. Hammamiz yosh bo'lganmiz, lekin rosa qo'rqqanda, menimcha shu hayajondan bo'ladi, sal kontrol qilishni o'rganish kerak. Qo'rqqandan keyin nima deyotgan gapni ham miyasi anaqa qilmaydi, juda qattiq analiz qilmay reject berib yuboradi. Даже flexer bo'lsa ham. Men rosa qo'rqqandim, chunki oldimda turibdi-da, oldimdagi reject olgandan keyin flexer reject oldi, endi men nima bo'ladi? Bu bitta experienceim bo'lgan, lekin borgandan keyin unga hazır qilib normal odamdek gaplashganman.
and it was okay. Lekin ikkinchi experienceimda manda уже bitta judayam tricky narsa bo'lgan. O'rtada dokumentlarim GPA'larda olib borish kerak. Transkriptni oldim. Lekin o'sha semestr men bitta fandan fail bo'ldimda. Eng oxirgi transkriptimni oxirida F tursa yomon narsa bu vizaga kirganda. Bishkekda kirgansan, Bishkekda kirganman. Mendan transkript so'rasa, birinchi oxirgi ko'radigan narsa shu F ko'radi, yomon taassurot. Keyin sal vaziyatdan chiqib ketishni ham o'rganish kerak ekan. Mendan so'radiki, hammasini so'radi, men javob beryapman, o'zim erkin qo'yib, bunaqa sal uzunroq ekan. Shunaqa erkinroq turib oldi, qo'lim anaqa qilib qo'yib yubordim. Lekin zo'r bo'ldi. U odam ham zo'r. Mendan oldingilarga lekin reject berdi. Undan bo'lgan taqdirda ham men kontrol qildim o'zimni. Shunday savol keldi. Judayam uzun suhbat qildi men bilan. O'qishing qanaqa, baholaring qanday o'zi deb so'radi. Qani, lekin berdimayapti-da. Nima uchun berishim kerak? Hali berdimadi. Keyin men gap qo'shib ketdim. Men o'zi full ride o'qiyman, USKF scholarship bilan, shunaqa deb desam, молодец, zo'r deb ketdi. Prosta gapni shunday olib qochdim-da. Full ride itak GPS pastaga bermaydi. Men juda zo'r o'qiganman, unaqa deb gapirib ketdim. Shu bilan dokumentni ko'rmadi. Endi o'ylayman, dokumentni ko'rganda meni reject qiladi deb o'ylamayman, lekin baribir vaziyatdan tez chiqib ketish mumkin-da. To'g'ri. Shunaqa holatlarda. Berilgan savolga javob berish kerak xolos. Nimadir ko'proq bor yoki nimadir kamroq. Yo'q, oshirish kerak emas. Shunaqa. Shu uchun vizada ham eng muhim komponent bu nima ekan? Being confident. Aytayotgan gapingizga o'zingiz ishonib tursiz. Muhim narsa. Haqiqatda gapirsangiz, albatta. Sal haqiqatni chiroyliroq qilib gapirish mumkin. Go'zalroq qilib. It's also possible. Okay. Flex o'zi shunaqa fakt bor. Flex yutgandan keyin bola Amerikaga ketdimi, demak 90% o'zgartiradi bolani yaxshi tarafga degan narsa bor. Endi romantizatsiya qilmaymiz. Flexda ham yomon storylar bor, yomon host familylar bor. Lekin baribir 90% odamni maqsadlarini aniqlab beradi. Hozir bizda nafaqat Flex, balki boshqa programmalar bor, boshqa internshiplar, worklar bor. Mana shu hamma bo'lgan internship, aktiv bo'lish, social hayotda o'qish, ishlash baribir qiz bolaga qanchalik katta ta'sir qiladi, who you are now degan narsa. O'zbekcha savol baribir qila olmadim. How it influenced you? Inson sifatida qanday shakllantirdi? Bu o'zi aslida zo'r narsalarni shunaqa o'ta aktiv bo'lib, zo'r ketish qanchalik foyda berdi sizlarga? Shu narsani so'ramoqchiman. Tushunganmisiz? I can start. Men aytsam, men uchun Flex bilasanmi, 17 ta odam ichidan baribir hammamiz har xil bo'lishimiz, hammaga har xil podxod topish va insonlarda именно muloqoti meni o'zgardi. Chunki men o'sha Flexda Amerikada tushundimki, что hamma har xil bo'ladi. Hammani hayoti har xil. Любой o'tgan qanaqadir kelajak bas. O'tgan zamon. Pastmi? Past. Odamlarda o'tmishi, hozirdagi qanaqa hayotlar bo'lsa, hammasida har xil. Kimdir masalan economic nimasida, how to say poor, richer. I don't know how to say it. Odamlar har xil такой background bor deyur. Har xil backgroundda, shuni tushunish kerakki, что everyone is fighting a battle you know nothing about, and be kind always. This is something that I really like. Zo'r narsa, chunki men eslayman, Sevara rosa kaprizniy bo'lgan. Yeah. During Flex bossida men juda hali bilasizlarmi, chunki hali umuman hayotimda qanday qiyinchilik ko'rmaganman-da. Xudoga shukr deyman, baribir shunga. Lekin Flexda ko'rdimki, hamma odam har xilligini. Men uchun bu juda shok bo'lgan. Hamma bilan chiqish olmaganligim juda g'alati bo'lgan men uchun. Nimaga bu men bilan bunaqa yaxshi gaplashmayapti? Nimaga bu menga qaramayapti degan savollarim juda ko'p paydo bo'lgan va shu Flex meni o'zgartirdiki, что hech kim sizga hech nima qilish kerak emas. Hamma o'zini hayoti bor. Hech kim hali nobody owes you anything. That's what I want to say. Kimdir bilan yaxshi chiqarsangiz, boshqasi bilan просто siz odamingiz bo'lsa, bu ham yaxshi. Bu ham normal holat deb hisoblanadi. Hamma bilan ham yaxshi kulib gaplashish kerak emas обязательно. Va masalan, undan keyin Flexdan qaytib kelgandan keyin уже kinematografiyada ishladim, boshqa joylarda ishladim va tushundimki, u yoqda ham hamma har xilda. Hali odamlar kimdir 60 dan oshgan, ular bilan ham men o'rgandim qanday gaplashdi. Hamma odamga boshqacha podxod topish kerakda. Kimdir sizdan yoshroq, lekin tajribasi ko'proq, sizdan aqlliroq. Ular bilan ham gaplashish qiyin. Tan olish kerak, chunki men o'zimni zo'r deb o'ylayman, bu yoqqa borganman,
lekin mandan ham aqlliroq odamlar bor deb shunaqa hammani nima qilib hurmat qilib nima qilish kerak va men shuni o'rgandim Flex orqasidan va hozir aytaramanki shu menga juda yaxshi imkoniyatlar yaratib berdi chunki даже любой qanaqadir networking eventlarda o'zimni yaxshi tutishni o'z boshqalar bilan qanday gaplashishni o'rgandim va yaxshi tanish bilishlar ham olib keltiradida bu narsa. Да, например, lifelong friends, like Ha, to'g'ri. Like you guys, yes. man aytishim mumkin man shu birinchi marta endi man g'irt uy qizi bo'lganman uy maktabda и даже masalan yonimizdagi viloyatlarga ham chiqmaganman endi chiqqanmiz Samarqand Buxoro buni hamma biladi ota-onam biladi. и сразу birdaniga Amerikadan boshlab yuborsangiz chetga sayohat qilishni Hayron. birdaniga bum Да, keyin man anglab yetdimki что hayot faqat siz maktabingiz siz yaxshi baholaringiz yaxshi qiz bo'lishdan iborat emas undan like there is a life beyond this you know bundan kattaroq narsa bor katta oldingizga maqsad qo'yishni o'rgandim chunki nimadir masalan o'sha maqsadimga yetishaman chunki har bitta qo'ygan maqsadimga erishaman har bittasiga erishdim уже yana nimadir kattaroq narsani xohlaysiz you want something bigger you want something new keyin yana anglab yetgan narsam sizni masalan nimasi bo'ladi like Do it in English. is it okay Yes. So I really like experienced the word diversity at its finest, you know. Like I saw with my own eyes what is diversity, and I understood like sizni masalan hech kim judge qilishga yoki sizni masalan sizga gapirishga anaqasi yo'q. Chunki like you are being yourself is enough to define who you are, not your, for example, your marks, not your achievements. Endi bizda shunaqaku masalan yoshligimizdan kim bo'lishimizni, nima qilishimizni, chunki yaxshi inson, yaxshi qiz bo'lishimiz kerakligi nima deyapman? aytishadi, qolipga qo'shadi demoqchisan. Yaxshi o'qi, yaxshi qil, erga teg. Biz aytmoqchi bo'lganim like being myself is enough. Da. Boshqalar meni accept qilish uchun. Shu diversity degan joyiga bitta aytmoqchiman. O'zi diversity deganda, mana bolalar nimani tushunadi? Har xil turdagi odamlarni, masalan, Amerikaga birinchi marta ko'rganimda, takoy LGBTQ the flag qo'yib, ikkita dada bitta qizchani o'ynatib turganini birdan ko'rganman. O'ylaganman, "What Amerika diversity ekanda" deb. Aslida u diversity emas. Diversity shu uchalamiz, qanaqa uchalamiz birimizni qabul qilishimiz, uch xil odam bo'lsa, uch xil background bo'lsa, odamlar har doim bir-biriga ko'p expectation qo'yaveradi-ku, "Oh, this should be like this." No, you just need to accept and move on. Shu diversity ekan deb ham o'yladim. Keyin ham bitta narsa, man Flexda nima o'rgatgani, man har doim o'sha paytdan beri o'zimni eng zo'ri deb o'ylaganman-da. Men takoy zo'rman deb o'ylaganman-da. Flexga kelganda tushunib yetganman, men hech kim emas ekanman. Mashq qoldingizmi? Hech kim emas ekanman. Men o'ylaganman, men butun respublikada aylanib chiqaman desa, Flexda bor ekan, Sivara takoy har xil Malayziyaga chiqib kelgan kichkina bolalarda. Men u paytda dunyoni faqat shu naqa sardorli loyihalar respublikada aylanish deb o'ylaganman. Flex rostdan bu yog'rog'ini ko'rsatdi-da. O'sha paytda tushundim, что hamma zo'rlar bor. Hech qachon men zo'rman deb to'xtab qolmasligim kerak, ko'proq harakat ham qilaverish kerak ekan. Shu sayohat chiqishi nimasi nima? Biz O'zbekistonda masalan turib, biz o'ylaymizki, bitta bizning hayotimiz bor, shunaqa kichkina nimada yashaymizki, tushunmaymiz, boshqalarga nima ahamiyat ham bermaymiz. O'zbatga chiqib, boshqa odamlar bilan gaplashib, ko'rib, hayotni ko'rib, o'zi tushunib boramizki, shunaqa katta joyda yashaymizki, hamma har xilligida, o'sha diversityligi. And this is really amazing. Yes. Mana shu narsani anglab yetgan narsam zo'rdan zo'r ko'p ekan va juda ham har doim rostdan xullas umumiy aytmoqchi albatta u insonlar bilan muloqot qilish va sizni yana ham haligi qiladi. Yana bitta narsa borda, hamma oddiy odam. Rahmat. Prosta aytmoqchi bo'lganim, hamma oddiy odamda, misol uchun, mana zo'r odam, men BMTda ishlaydi, bu batda ishlaydi deb turib, sal boshqacharoq bunga balki nimadir bo'lgan degan narsa noto'g'ri-da. Hamma bir xil, hammada bir xil aql bor, faqat ishlatish har xil ekanda uni. Shu narsa. Prosta o'tirgan qandaydir bo'lsa, misol uchun bizning uyda o'tirib, qanaqadir kichkina qizcha eshitishi mumkin-da. Manda bunaqa imkoniyat bo'lish aslida mumkin emas. Men qishloqdaman deyish xato. Chunki hammamiz o'zimiz bir xil shunaqa joydan chiqib, o'qib, o'rganib
nima qilganmiz, juda ham oddiy odam bo'lganmiz. Albatta, даже masalan buyuk yulduzlar ham o'zlarini oldik. Masalan, kinematografiya agentligida ishlaganimda har xil nimalar bilan ham ishlaganman. Takeshi Kitano, Kevin Spacey, Aeronos, Sergey Bezrukov, Italiyadagi shuncha zo'r va hozirgi paytda men ularga yozib, menga rekomendatsion letter yozib bering iltimos desam, xo'p deb deyishadi. Chunki hamma уже bilmayman, Oskar yutganmi, qanaqadir nima buyuk mukofotlar millioner bo'lsa ham, baribir odam qanaqaligi o'zi past down to earth bo'lishligi bu eng muhim narsa men uchun. Shunaqa. Hammada aytmoqchi bo'lganim opportunity borda, ishlatsa imkoniyat hammada bor. Faqat ularning xohishi shu narsani ishlatishga. Shunaqa. O'ziga Ozgina ishonch kerak. Ishonch. Mana shu ishonch, men o'ylayman, shu podkastimizdan keyin sizlarda bo'ladi, takoy ko'payadi, takoy power olasizlar baribir. Maqsadimiz ham shu edi. Shu uchun ham chaqirgandim. Hozir просто biz randomniy small o'yin o'ynashimiz mumkin, chunki it's very interesting. Faqat unaqa professional gapirmaymiz, biz ham oddiy odammiz. Shuning uchun savol aytaman. Biz random tanlaymiz-da. Aytamiz. Savol. Birinchisi, You know, these questions are all about you. no. Yes, they all relate to you. Okay, randomni so'rayman, hammasini You want to so'rayman. give in English or in Uzbek? O'zbekcha. But how will we inglizcha. choose? Like, how will we Просто pick a random person? sen deymiz, aytamiz. Tushunyapsan? Misol uchun Okay. savolni I think qaranglar. we don't have to discuss it further. Yes. Yeah, Just say okay, the okay. name. Yeah. Misol uchun, who's most likely to give the best life advice? Eng zo'r advice berishga oramizdan kim yo'q? No, me. Men Ulviy Sivara. Okay, Sivara. Eng yaxshi maslahat beradigan Okay, oramizga. you Turn just stuff, you just yeah. didn't ask me, okay? Biz ham so'rab ko'raman. Nima boshidan. Okay, boshda. Yo'q, bo'ldi shu. Birinchi savol edi. Endi ikkinchi savolni beraman. Chunki nima uchun beryapman? We've been friends for 5 years. Shunaqa connection sezinglar sizlar And we still don't know each other, okay? Who's most likely to disappear for a few months and come back with a crazy story? You. Yo'q, So, men cham Zarina. disappear qilmayman. Why me? I don't know, like. Men Yeah, yoki it's Sivara true yoki that- Zarina deb it's true o'ylayman. that I may disappear. Yeah. Shunaqa. She disappears and says, I'm going to Thailand with my mom. Exactly, yes. Okay. Okay. I broke up. Let's not say this. Lekin Sivarani shu narsa chiqib qoladi. Men anaqa shunaqa katta joyda direktor Yeah, bo'lganimda sometimes, kutilmagan yeah, edim. sometimes, yeah. Sizlar shunaqa, lekin men har doim share qilaman. Shunaqa Yeah. milestonelarimni. Because we know from your channel, biz bilan share qilmaydi, kanalda qiladi. Keyingi savol. Who is most likely to move to US permanently? You. I think We, you- us, I think, both of us. Both of us. Sivara and probably. Suraya. Yeah, you Not doğru me. man hozircha mani demaylik. Uh, Yes, please. Suraya. Who is most likely to switch their careers again? Me. Sivara. Takoy odamlar o'ylaydi, bitta men mediada o'qidim, bo'ldi shu sohada ketishim kerak deb o'zi You know, it's okay to change. Yeah, this is also important to say. It's okay To explore yourself. Yes, chunki mana 4 yil Websterda shu sohada o'qib turib, umuman boshqa sohada katta kompaniyada ishlash possible. Endi oxirigida tugatishimizdan oldin important bitta reflection qilishimiz uchun savol bor. Stop. Nima qilib olsak? Va hozir sizlarda mana shuncha aytdik backgroundlarda. What's your current goals and where do you see yourself in 5 years? Just quick answer. No, I will not. I can't answer. You don't know? I will share about my job at the embassy, but I will tell you to include this or no, okay? Okay, yeah. Bo'ldi savollar ayting, Masalan, men hozir Suraya aytgandek, magistraturaga topshiraman deb o'zimga maqsad qo'yatgandim, lekin tushunib bordimki, что baribir magistratura bu qiyin narsa, qiyin masala, u yerda o'qish kerak, yozish kerak ko'p va aniq уже nima hayotda nima qiladigan narsani anglab yozish, уже define qilish kerak-da, bilishing kerak. Shu uchun men hozir fokusim полностью meni karyeramda, professional rivojlanishimda. Hozir masalan men xalqaro moliyaviy korporatsiyada ishlayotgan bo'lsam va undan tashqari mana Xudo xolasa AQSh elchixonasidagi American Center direktori bo'lib ishni boshlayapman. Вот, va bu men uchun juda katta yutuq, chunki o'zim ham shu American Centerga borar edim, har xil sessionlarda ishtirok etar edim va yana bir bor aytamanki, что men tushunib bordimki, что men boshqa odamlar bilan ishlashim bu menga muhim narsa. Muloqot qilish, tanishish, boshqalarda qanaqa hayotlarini bilib olish narsa shu juda muhimligini bildim va shu American Centerda ishlab, balkim emas, aniq, chunki u yerga har xil odamlar keladi, shu maqsadimga erishaman deb o'ylayman.
aslida просто aytib ketilmaydi. American Center'da direktor bo'lib ishlayman deb. It's so I don't know, judayam katta narsa. Chunki aytganimdek, bitta American Corner'dagi direktorimizni biz havas qilamiz-da. Qarshidagi misol uchun. Bu butun respublikada American Corner'larda hammasini boshqaruv American Center'da. Katta organization, NBC'da qarshidagi shu uchun tabriklaymiz. Va Zarina hozircha yana bilmaydi. Man уже aytib o'tganimdek, magistratura, ya'ni akademический yo'nalishda davom ettiraman. Masalan, menda ham ishlab nima qilish, lekin men bitta narsani aytmoqchimanki, birinchi kursimiz hammamiz ishlasak, 5 yil уже bo'lyapti ishlashimiz. Baribir endi ayol kishi bo'lib ishlash baribir qiyin. Bizni jamiyatda bu to'g'ri narsa, ochiq narsa va уже 23 ga kirgan bo'lamiz. Baribir nafaqat professional rivojlanishda hamdaki уже personal hayotingizda o'zgarishlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yoningizda o'zingiz oilangizni qurish kerak, yoningizda boshqa inson bo'lish kerakki, что sizni qo'llab-quvvatlaydigan. Chunki har doim o'zim ishlayman, o'zim o'qiyman, o'zim Amerikaga boraman, Vatga boraman deb odam ham charchaydi, menimcha. Va mani maqsad desa bo'lmaydi buni menimcha. Baribir hali niyatlardan biri уже yaqin orada oila qurish va u bilan ham har ishlab ish ham borish, birgalikda rivojlanish ham. Shu ham baribir mani maqsadlarimdan biri. Very nice. Yeah. Judayam yaxshi reflection. Hamma ham unaqa, shunaqa maqsad, niyat bor deb aytmaydi, lekin bu to'g'ri haqiqatan. Niyat. Ha, niyat, to'g'ri niyat. Va men o'rtada qo'shib ketaman. Biza misol uchun aytdik, sizlarda experience'laringiz bu jobdan bu jobga o'tdi shunaqa. Men aytdim, hech qachon men kompaniyada ishlamaganman, hech kim menga oylik bermagan, men har doim oylik chiqarganman. Yoshligidan shunaqa. Misol uchun birinchi kursda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Kursimda o'quvchilarim ishlagan, o'quvchilarimni qo'limda ishlagan odamlarga men har doim oylik chiqarganman. Hozirgacha shunaqa. Hozir American Hub bor, misol uchun o'quv markaz. O'zimni shunaqa niyat qildim. Maqsad desa ham bo'ladi. Вот American Hub'ni yana ham kengaytirib, biz Toshkentda ham American Hub Tashkent ochib, takoy zo'r joy qilib qo'ysak, bemalol feel free to come visit. Mana takoy guestlar bo'lib kelishingiz mumkin. Shunaqa maqsad qilib qo'yganmiz. Short termda, long termda we will see. Oxirgi bo'ldi, shu bilan tugatamiz. Agar bittagina advice bo'lganda, yosh qizlarga, yosh odamlarga, yoshlarga qanaqa advice bergan bo'lardinglar? Bir og'izlik. Menimcha juda ko'p advice'lar o'tdi shu nima orasida, lekin men har doim studentlarga aytadigan advice'im bu fake it till you make it. O'zlaring shunaqa tutinglarki, что 5 yilda men o'zimni qanaqa odam bo'lishimni xohlaydigan bo'lib, o'zlaringizni shunaqa tutinglar. Masalan, sizlar introvertmisizlar yoki qanaqadir anxiousmisizlar yoki sizlar hali odamlarni fikriga o'ylab nima qilasizlarmi? Просто hali o'zlaringni aldanglar. O'zlaringni aldanglarki, что men kuchliman, men buni qila olaman, men bundan o'ta olaman deb o'zlaringni hali уверенный bo'lib har doim tutinglar. Va keyin qanaqadir yaqin orada shunaqa odam bo'lasizlarda, shunaqa kuchliroq, o'zlaringga confidentroq va hamma yo'lga yutadigan inson bo'lasizlar deb o'ylayman. Fake it till you make it. Nice. Men aytgan bo'lardim, always choose yourself and there is only yourself to rely on. Chunki hech kim sizni kelib qutqarmaydi, hech kimga siz masalan rely qila olmaysiz bu hayotda. Har doim o'zingiz uchun o'zingiz turishingiz kerak. Qo'pollikda maqol bor, aytmayman. O'zing uchun o'lyaptim degan. Chunki baribir qiz bola bo'lsangiz ham hech kim sizni kelib men bu yerda faqat o'zingiz uchun o'zingiz harakat qiling. Tirishib hamma qo'ygan maqsadlaringizga erishishingizni tilab qolaman. Rahmat. Juda ham ajoyib. Men har doim aytadigan gapimni aytaman bolalarga. That dream was planted in your heart for a reason. Deyman. Bu juda ham inspire qiladi, chunki o'zimni o'sha paytlardan beri 9-8-sinflarda hamma narsa menga impossible tuyulgan payti, misol uchun enough resourcelar bo'lmagan paytda meni inspire qilgan. Misol uchun menda shu dream bormi? Demak, rostdan bu amalga oshadi. Nima deydi? Alloh agar nasib qildirmasa, menga niyat qildirmasdi degan gapni ushlab olgandim. Men hozirgacha shu gapni ushlab olganman va o'quvchilarimga ham aytaman va sizlarga ham aytaman. Shu uchun har doim nasib qilmagan, agar nasib qilmoqchi bo'lmasa, sizlarga bu narsani niyat qildirmaydi. Eslab qolinglar va harakat qilinglar shunga yarasha. Ozgina harakat qilsanglar, hamma narsa ijobat bo'ladi.
Shunaqa. Va hammaga bizni kuzatgani uchun kattakon rahmat. Keyingi sonlarimizda yana ko'rishamiz. Umid qilamanki, sizlarga juda ham foydali bo'ldi va katta reflection ola olasizlar aynan mana shu podkastdan. Rahmat. Bizni host qilganingiz uchun. Rahmat. Rahmat kelganinglar uchun. Okay. Lekin xuddi bir 3 soat gaplashgandek tuyuldi-ku. Почти 1,5 soat yeah. gaplashibmiz. Yeah, It's okay. it's good. Yana o'tadi shuncha qana bilan. Men bitta non aytib olaman.